bugun Shodiyor Hamdamovning YouTube kanali, ya'ni Shodicha akkaunti blok bo'lib ketadi deb Shodiyor akaga aytgandik va shu narsalarni to'g'rilash uchun boryapmiz. Lekin ularning YouTube kanal knopkalari kelgan. Shu narsani hali bilmaydilar. Reaksiyalarini birga ko'ramiz. Men bunaqa bo'ladi deb o'ylamadim. Sardor yomon bola ekansiz. Garchi Sardor telefon qildi ertalab. Aka dedi, men boryapman, kanalingiz yopilib ketishi mumkin. YouTube kanal haqida gap ketyapti. Nimaga dedi? Men borib tushuntiraman dedi. Inglizcha narsa tashadi. YouTube'ga video qilib jo'natishimiz kerak, Faces dedi. Men uni yodlabman 1 soat inglizchani. My name is Shodiyor deb. Lekin mana Sardor keldi. Keyin nima olib keldi? Knopkalar keldi. Knopkaga chiqdi-ku, azizlar. Voy. Wow, qora bo'lar ekan. Buncha ko'p qog'oz bu. Puli ham bormi buni? Mana. Donkeyga yaxshi, yuz bilan. Rahmat, tabriklayman, ijoddan to'xtamanglar deb. Kimning imzosi bu? YouTube direktor. Shaxsan direktorning o'zining imzosi va tabriklagan 100 mingta obunachi bilan. Nima deyapti? Bu yerda-da. Stiker bilan kelgan. Oxirida bu uncha kelavermaydi. Of. 1 million ham bo'lam. Xudo xolasa. Sardorbek, rahmat. Eng asosiy Sardorga rahmat. Bizlar hayotda ola olmasdik, misol ichki nastroykalarni bilmasak. Bizga yaqindan yordam berib, mana shu narsalarni ishlab turingchi. berdi.